Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan MacBookda VS Code o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Safari yoki Chrome'ga kirib, biz Visual Studio Code'ni yoza olamiz. Xo'p, download chiqdi. Birinchi chiqqaniga bosib, Mac'ning ustiga bosamiz. Bu yerda yuklanyapti, ko'rganingizdek. Xo'p, bizda bu yuklanib bo'ldi. Application'ga o'tkazishimiz kerak. Shunchaki oynaga desktopga o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi. Birinchisi o'tdi. Xo'p. O'tkazib bo'lganimizdan keyin bu yerdan ochib olsak bo'ladi. Xo'p, menda avval fayl ochilgan. Shuning uchun bu yerda index.html JS'larni ko'rishingiz mumkin. Lekin siz yangitdan fayl ochib o'zim kod yozmoqchi bo'lsangiz, birinchi fayl ochib olamiz. Aytaylik, test bo'lsin. Xo'p, buni shunday olib kelib turib tashlaysiz buni ustiga yoki shuni ichidan ochsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bular bizga kerak emas. Birinchi yaratayotganingizda, agar siz front-endchi bo'lsangiz, index.html faylni yaratib olishingiz kerak. Bunda shift bilan bir ustiga bosganingizda unda chiqadi va o'zingizdan enter bossangiz HTML uchun kodga chiqib keladi. Mana shunaqa. Xohlasangiz link bilan CSS linklarni yaratishingiz mumkin. Va skriptligida Happily AppJS. Xullas shunaqa siz birinchi front-endchi sifatida birinchi kodlaringizni shu yerda yozishingiz mumkin. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Va sizni keyingi videolarda kutib qolaman.